$1000 bilan chiqadi. Optimaga qo'yamiz trekerlarni. Mayda chuda qo'yib o'tirmayman. $2500 bilan olib ketaversinlar. Eng oxiri necha pul bera oladi bozorga? 7700 mi? $7550 ga olsin Labo. Massa. $1900 bilan beraman. Bo'lsam ketdi. Sanoqiga hisoblaylik. Mayda chuda qilmaymiz. Optim beramiz. 3 yilga bo'ladigan bo'lsa, mayda chuda qilib o'tiribman. $1500 bilan beraman. 3 yilga hammasidan. Hammasini. Nechta o'zi aka? 40 ta qo'yib beraman. $1000 bilan beraman. Asal savdo deb turib chaqirib turgan joylarda 90% esa u ham aslida через bank qilib beradi. Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa bor-ku, zavodda $7550 bilan keladi zavoddan. To'g'ri. $7550 demaymiz jigarlar. 7500 ham demaymiz. Ana bo'lmasa. 7450 ham demaymiz. Ana bo'lmasa. Nechta aka o'zi? Aka, bor yo'g'i 5 dona qoldi. 5 ta. Salon ham bunday qilib aksiya qo'ya olmaydigan narx qo'yaman, qaranglar. $7400 dan pachka akalar. Nomiga o'tkazishi bilan 7,5 mingga tushadi. 7400 deb turibman mana. Agar 7300 dan bor degan mujiklar bo'lsa, nomer taqilgan, gapirib ham o'tirmay olib kelinglar. Shunaqa 25 best probek. Nechta bo'lsa? Yonboshlari qoraytirilgan Vagoni bilan olib kelsin.